Hozirgi kunda viloyatimiz aholisini eng ko'p qiziqtiradigan savollardan biri ichimlik suvi sifati haqida. Keling, ushbu savol yuzasidan mutaxassislarga yuzlanamiz. Korxonamiz tomonidan viloyat aholisiga yetkazib beriladigan ichimlik suvini 5 bosqichli tozalash jarayonidan o'tadi. Tozalash bosqichlarimiz birinchi o'rin o'sha kirish qismi Zarafshon daryosidan kiriladigan o'sha suvni loyqalikni tindirishdan boshlanadi. Bu tindirgandan keyingi bosqichimiz bu reagentlar bilan tozalash jarayonlari olib boriladi. Bu tozalash jarayonlaridan keyingisi esa bu xlor bilan zararsizlantirish, ya'ni o'sha suv tarkibida mikrobakteriyalardan himoya qilish maqsadida xlor bilan zararsizlantiriladi suvni. Bu keyingi bosqichimiz, oxirgi bosqichimiz esa bu filtrlash bosqichi hisoblanadi. Ushbu barcha tozalash bosqichlaridan o'tkazilgan ichimlik suvi o'z tarkibida inson organizmi uchun kerakli bo'lgan element va minerallarni saqlagan holda O'zbekiston Respublikasining milliy standartiga, talablariga to'liq javob beradi. Ba'zida iste'molchilarimizdan suvimiz tarkibida, ya'ni hidida, ta'mida shikoyatlar kelib tushganda, bu asosiysi o'sha xlorga kelib taqaladi. Bu suv tarkibida xlor bilan biz zararsizlantiramiz. Xlorimizni o'sha davlat standartlarimizga muvofiq me'yorlari berilgan 0,2 dan 0,5 gacha me'yorlari bor. Taqsimlash tarmog'ida olib kelinadigan namunalarni tahlil jarayonida o'tkazganimizda qoldiq xlorlarimiz 0,2 dan 0,3 gacha tashkil qiladi. Navbatchilik laboratoriyamiz 24 soat davomida uzluksiz ishlaydi. Bu laboratoriyada ichimlik suvi tarkibidagi qoldiq xlorni har soatda aniqlaymiz. Hozirda ichimlik suvimizning qoldiq xlori 0,38 ni tashkil etyapti. Bu tahlil natijalarimiz oxirgisi emas, iste'molchilarga borguniga qadar 0,20, 0,22 ga tushadi.